berishdi. Sertifikatlar bilan ko'rib yig'lamanman. Onam haj dedi. Adam bitta o'zlarilar. Ota-onam uchun, qaynotam uchun, o'zim xo'jayinim uchun ektirdim. Inshaalloh savobi tegadigan serhosil xurmo daraxt bo'lsin, savobi bizga ham tegib tursin. Kattakon rahmat aytaman. Men o'zim hali hech kimga yetmadim. O'zimni emotsiyam shu darajada botdiki, hozir videolarimni inshaalloh ko'rasizlar. Ularni hozir o'ylab, уже men xursand bo'lib ketmanman. Emotsiyaligi qanaqa bo'lar ekan inshaalloh. Televizor o'chiringlar. Ochmayapti. Nima haqqa ketyapsiz? Turkiyaga ketyapsizmi? Umragami? Chiqib kelmaydimi? Reaksiya yaxshi narsami? Umraga ketyapti shekilli. Kim bilan ketadi? Sürpriz qiladi, buni qoldirmagan. Turkiyaga ketyapti. shahrida vaqf xurmoda odamzod. Va bu yerda Hakimov Abduvali Abdujabbor o'g'li va Hakimova Nargiza Bahodir qizi xo'jadan tushayotgan xurmo daraxtzor ki baxi. Inshaalloh yetim yesimlarga abadiyga hojiriga hisoblanamiz. Insoniyat Allohlarga qadar qabul qilsin. O'zining yo'lida xayrli va barakatli qilsin. Sertifikatlari bor. Madinaga borganimda xurmo daraxtiga kirib ko'rsangiz bo'ladi. 3 yilda hosiliga kiradi. Hakimova Nargiza Bahodir qizi, Hakimov Abduvali. Duo qilib qo'ying, adasi. Ana oldin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Madina shahrida vaqt xurmodamiz. Va bu yerda Abdujabborov Mohir Abduvali o'g'li va Abdujabborov Odina Ravshan qizi hojakamiz bilan chekilgan xurmoda hazrat ki baxi. Bu xurmolarga inshaalloh yetim yesimlarga borsang olib boradimi? O'tgandan keyin ular 3 amal qiladi. Ulardan biri sadaqa-i joriyadir degan. Inshaalloh mana sizlarga sadaqa-i joriya qilib eshitgan daraxtini Madina shahrida ekildi. Olib yer, bundan yechim yetiradi. Ayoq qo'y. Rahmat. Bu ham shunaqa yigit bo'lsa, bu ham shunaqa yigit bo'lsa, qori yigit bo'lsa. Makkaga qori bo'lsin, Makkaga qori. Duo qiling. Muhammad Yasin bolamdan Xudo xolasa Makkalarga qori bo'lsin. Inshaalloh boshlanish shu qadamdan boshlansa, Xudo xolasa 3 yoshga to'lganda 30 bora qur'oniyat bor. Xuddi o'ziga o'xshagan qizdek bo'ladigan shunaqa yaxshi ishlar qiladigan, yaxshi amallar qiladigan kelin kelsa, qayta borib o'zimizning mevalarimizdan, hosillardan o'z nasib etsin. Nima niyatda ekilgan bo'lsa, o'sha dargohida qabul bo'lsin. Muhammad Yasin katta yigit bo'lsa, yaxshi o'g'illar bersa, Ya oxirgisi bizning. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Madina shahrida vaqf xurmo bog'idamiz. Va bu yerda Abdujabborov Mohir Abduvali o'g'li va Abdujabborov Odina Ravshan qizi hojakamiz hojanamiz chekilgan xurmo daraxtzor ki baxi. Bu xurmo daraxtimiz boshqa bog'dagi xurmo daraxtlariga o'xshagan serhosil bo'lsin. Va bundan chiqqan hosillarni inshaalloh yetim yesimlarga, Navaviydagi hojlarga ihson qilamiz. Qilgan ihsoninglarni Alloh dargohida qabul qilsin. O'zining yo'lida xayrli va barakatli qilsin. Inson bolasi o'tgandan keyin undan 3 amal qoladi. Ulardan biri sadaqa-i joriyadir. Inshaalloh mana sizlarga sadaqa-i joriya qilib eshittirgan daraxtini Madina shahrida ekildi. Yoqdimi? Podarkam. Surprizim. Ilohim hammaga shunaqa kelin nasib etsin, qiz bo'ladigan. Sizlarning niyatinglar chop. Ilohim mehnatlari rohat bu. Bir paytlar men ham ojondan duo olgan edim. Mana o'zimga o'xshagan qiz keldi. Inshaalloh hammaga nasib etsin shunaqa. Bu xursandchilik, sevinch ko'z yoshlari hammalarga nasib etsin. Inshaalloh. Mevali daraxt bo'lsin, Mevali daraxt bo'lsin inshaalloh. Nafisaxon bilan Ro'shan aka bilan ham mana shunday qizlar bor. Ilohim nima deydi, yuzlarini yorug' qilib, shunchalik bizga quvvatdilar. Ilohim o'zligi ularga ham xuddi shunaqa qiz bo'ladigan kelin kelsin inshaalloh. Rohatligini ko'rsin ilohim.
judayam mani ichlarim anaqa bo'lib ketdi. Bu safar umraga borganimda shunaqa niyat qiluvdim-da, inshaalloh keyingi adasi mana shu gap aytuvdim-da, lekin keyin safar kelishimizga bizning daraxtimiz bo'ladi dedim-da, shu aytuvdingiz. Farishta olmaydigan ekan. Sani ham o'zimizdan daraxtimiz bo'ladi, kiramiz, anaqaligi daraxtimizdan xabar olishga kelamiz degan. O'zim bir xil payt hayron bo'lib qo'rqib ketdim-da, nima niyat qilsam shu bo'ladi. Mana Allohim farzandlarim orqali beribdi. Shunisiga behisob shukr. Hammaligiga nasib etsin. Ilohim. Inshaalloh. Rahmat. Onajonim. Bolalaringizdan qaytsin, o'g'lim bilan qo'shib qaring. Sizlarning farzandlaringlar har doim shunaqa xursand qiladigan bo'lsin. Shu farzandinglardan ko'rgan menimcha xursandchiliginglar ham buni chek anaqasi yo'q-da.